alaykum everyone. Korean Grammar in Use bo'yicha navbatdagi grammatikani ko'ramiz. Bizda navbatdagi grammatika numbers, ya'ni raqamlar. Xo'p, koreys tilida raqamlar ikki turga bo'linadi. Xitoycha raqamlar va koreyscha raqamlar. Biz dastlab o'rganadiganimiz bu xitoycha raqam. Xo'p, xitoycha raqamlar mana jadvali berilgan. 0, yong yoki kong deyiladi. Bu ikkalasini ham aytilish joylari bor, bir-biridan farqlari bor. 1 il, 2 i, sam, sa, o, yuk, chil, pal, ku, ship. Xuddi shu tartibda 10 gacha sanaladi va keyin 11 soni yasalishi uchun biz birinchi shipni aytib olamiz, keyin ilni aytamiz. Shunda shibil, ya'ni 11 kelib chiqadi. Xo'p, 11 dan to 19 gacha yuqoridagi ketma-ketlik bo'yicha shibil, shibi, shipsam deb 19 gacha olib boramiz va 20 ga kelgan paytda xuddi 2 ni birinchi qo'yib, keyin 10likni qo'yib olamiz, ya'ni i ship, ya'ni 20 soni kelib chiqadi. 30 deyishimiz uchun sam ship, sa ship, o ship 90 gacha xuddi shu tarzda ketadi va 100 ga kelganda pek deyiladi. Keyingisi minglikda chon, 10 minglikda man, 100 minglikda shimman deyiladi. E'tibor bering, shimman deb talaffuz qilinadi. Keyingisida pengman. Xo'p, bu esa bizda 1 million. Xo'p, oxirdagi 0 nechtaligiga qarab shuni qo'yib o'tiramiz. 3 ta 0 bo'lsa chon, 4 ta 0 bo'lsa man, 5 ta 0 bo'lsa shimman. Shu tartibda ketaveradi. Xo'p, ana endi mana aytilyapti, koreys tilida raqamlarni ifodalash ikki xil usuli bor. Xitoycha va koreyscha, mana sino-korean yoki native koreanda. Biz hozir sino-koreanni o'rganamiz. Xo'p, sino-koreanni ifodalash yo'llari, ya'ni nimalarda biz xitoycha raqamlarni ishlatamiz? Bular telefon raqamlarini aytayotgan paytimizda biz xitoycha raqamni ishlatamiz. Telefon raqami aytilayotgan paytda mana 0 ikki xil shakli bor, yong yoki kong. Telefon raqami aytilayotgan paytda biz kongni ishlatamiz. Xo'p, avtobus raqamlari, ya'ni yo'nalishi bo'yicha avtobus raqamlarini aytayotgan paytimizda ham biz xitoycha raqamni ishlatamiz. Xo'p, keyin bu yerda bitta ma'lumot qolib ketibdi. Telefon raqami aytilayotgan paytda har bittasi alohida aytiladi va chiziqcha qo'yilgan joyiga biz diftongi ishlatiladi va o'sha yerda deb aytib ketiladi parimda. Xo'p, bo'y va og'irlikni aytayotgan paytimizda ham xitoycha raqamlarni ishlatamiz. Keyingisi domdagi qavatlar aytayotgan paytimizda, misol uchun 3-etajda samching deyiladi, ya'ni 3-qavatni aytayotgan paytimizda ham xitoycha raqam ishlatamiz. Xona raqamlarini ishlatayotgan paytimizda ham xitoycha raqam, mana 501-xona deyishimiz uchun obek shil, obek il ho, ya'ni 501-xona. Xona raqamlariga nisbatan biz ho qo'shimchasini qo'yamiz. Xo'p, mana domni raqamini aytayotganda ham, xonani raqamini aytayotgan paytimizda ham biz mana xitoycha sanoq sistemasini ishlatar ekanmiz. Xo'p, ana endi narsalarning narxini aytayotgan paytimizda mana won turibdi, pul birligi. Unda ham biz xitoycha raqamini ishlatamiz. Mana kompyuterning narxi aytilayotgan paytda ham xitoycha raqam ishlatilgan. Xo'p, ana endi check it out qismiga o'tamiz. Check it out qismida mana bizda aytilyapti, koreys tilida katta raqamlar, misol bizda o'zimizda har 3talikda minglikda nuqta qo'yib borilsa, orqadan boshlab, koreys tilida esa har 4talikda biz nuqta qo'yib boramiz. Ya'ni o'sha nuqta qo'yilgan joyda biz man degan qo'shimchani ishlatishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni 10 minglik degan ma'noni anglatadi. Xo'p, misol uchun mana bu son bo'ladigan bo'lsa, bu sonimizni oxirdan biz o'zimiz 5 ni bo'lishimiz, mana 4 bilan 7 ni orasiga nuqta qo'yib, keyin 263, ya'ni 26.354.790 deyiladi. Xo'p, xuddi shunga 4 ta 0 har bitta 4tasini orasiga qo'yadigan bo'lsak, bu 2 ga bo'linib qoladi. Shunda
o'rtasiga biz nuqta qo'yishimiz kerak bo'ladi. Ikkita to'rttalikni orasiga nuqta qo'yib, o'shanda biz to'g'ri bo'lgan bo'lamiz koreys tilida. Mana shu joyga biz qo'yib ajratib yozishimiz kerak. Misol uchun hozir birinchi biz nima deymiz? Birinchi qism etib olinadi. Misol 2635 deb olinadi. Mana I Chon Yupek Samship O deyildi va o'sha nuqta qo'yilgan joyga kelganimizda, mana shu qismga kelganda man aytilyapti va endi yana to'rttalik aytiladi. Ya'ni 4790 Sachon Chilpek Kushib. Xuddi shu tartibda biz katta sonlarni aytib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, ana endi qachonki bizda raqamlar bir soni bilan boshlansa, ya'ni 10 yoki 110 yoki 1110 yoki 11110 degan paytlarimizda har biriga biz misol 20 degan paytimizda 20 deganimizda ship desak, ya'ni 2 sonini birinchi aytib keyin ship desak, lekin 10 degan paytimizda biz ship deymiz. Ya'ni bunda il ship deyilmaydi. O'shaning uchun ham demak qolgan sonlar aytilayotgan paytda biz ship sonini ishlatib, ilni ishlatmaymiz. Ya'ni mana bu bir raqami ishlatilmaydi. Shunda il ship emas, ship, pek ship, il pek ship emas yoki chon pek ship deyiladi. Il chon pek ship emas. Yoki bo'lmasa man chon pek ship, ya'ni 11110 degan paytimizda. Xo'p, ana endi 3-qismiga e'tibor beramiz. Biz 6, ya'ni 10likdan keyin 6 raqami kelgan paytda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Parimizda o'zgarish bo'ladi. Ya'ni ketma-ketga yozayotgan paytimizda 16 deyishimiz uchun qanaqa bo'ladi? Ship yuk deb yoziladi va buni talaffuzi nima bo'ladi? Mana bu tarzda bo'ladi. Ya'ni shimnyuk. 26 deganda ham xuddi shu qaytariladi. Ishimnyuk, samshimnyuk 96 gacha xuddi shu tarzda ketib, yana 100 ga yetilib, yana keyingi 6 kelgan paytda 12 dan keyin xuddi shu parimda talaffuz qilib ketishimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Ana endi mana bizda nollarni aytilishi kong yoki yongni aytilyapti. Bizda telefon raqamlari aytilayotgan paytda kong ishlatiladi deyilmoqda. Va mana bitta aytib, mana yuk o kong pare chiziqchaga qo'ydi va yana pal I O sa. Ana endi keyingisida ham xuddi shu narsaga aytyapti. Har nol bor joyda kong ishlatilyapti. Xo'p. Va chiziqcha oxirgi chizig'i bor joyga qo'shimchasi qo'yilyapti. Ana endi bizda telefon raqam aytish ikki xil yo'li bor. Bu yo'llari inglizlarga o'xshab bittalab aytish va buni o'zimizga o'xshab turib, misol 8-1-10 degan paytimizga o'xshab turib, to'liq juftlab aytish holati ham bor. Misol mana bu raqamni aytayotgan paytimizda birinchi qismida donalab aytilgan. Misol chil pal kong sa sam o chil bittalab aytilyapti. Endi 7804 deb oladi boshda. Mana chil chon pal pek sa kuge deb ketilsa ham bo'ladi, deb ketilsa ham bo'ladi. Sam chon o pek chil ship chil pon desak, ya'ni inchi degan qo'shimchani beradi. Xo'p, va yana bu yerda aytilyaptiki, mana bu qo'shimchasi talaffuz qilinishi holatida talaffuz qilinadi. Bu to'g'ri bo'ladi. Mana bu holatda holatda talaffuz qilinmaydi deyilmoqda. Xo'p, ana endi misollarni ko'ramiz. Samushiri myotchinyeyo, ya'ni ofis nechinchi qavatda? Kuchinyeyo, ya'ni 9-qavatda deyilmoqda. Ya'ni yuqorida aytgandek, qavatlar aytilgan paytda ham biz xitoycha raqamlarni ishlatamiz. Chona bonoga moyo, ya'ni telefon raqamingiz nechi deyilgan paytda bu yerda bittalab aytilishga aytilibdi. Mana kong il ku palchiri ku ku o kong ku yeyo deb turib aytilinishi kerak. Xo'p, keyingisi myotpon bosiril tayo, nechinchi avtobusga chiqasiz deganda chilpego bon bosiril tayo, ya'ni 705-inchini bermoqda. Mana inchi avtobusga chiqaman. Xo'p, keyingisi chegi olmayo, ya'ni narxlar aytilyapti bu yerda. Kitob nech pul turadi? Iman o chon. E'tibor bering. Nega man qo'yildi? Chunki 4talikdan keyin biz man qo'yamiz. Mana iman 2 aytildi, keyin man o chon 3000likda ham chon aytildi. Voniyo
Ya'ni bizda bu 25 ming won deyiladi.